Tavba qildim, ba'zi odamlarchi Allohdan qo'rqmasa ham shu kameralardan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Har bir molini, jonini, oilasini qadrlash kerak bo'lgan, o'zini yaxshi ko'rgan odam xonadoniga yoki obyektlariga kamera o'rnatish kerakligini juda yaxshi bilishadi. Hikvision kompaniyasining Andijondagi rasmiy dilerlik markazi sizlarga juda ham ko'plab turdagi kameralarni taklif qiladi. Shuningdek, turniketlar, shlagbaumlar, mana shunaqangi kichkina kameralardan tortib, shunaqangi katta kameralargacha o'rnatib berishmoqda. Bu yerning fishkasi mana shu hammaga taniqli bo'lgan 1023 modeldagi mana shu sifrovoy kameralar bor yo'g'i $19 dan sotilmoqda ekan. Wi-Fi da ishlaydigan, quyosh panelida ishlaydigan va sim kartada ishlaydigan kameralar ham bor. Mana shu domofonlar ham hammasi eng arzon narxda. Bitta maqtanib qo'yaymi? O'zim ham xonadonimga Face ID bilan ishlaydiganidan o'rnatdim. Aynan shu yigitlar o'rnatib berishdi. Aynan Hikvision yoki Ezvis kameralarga va domofonlarga 1 yil kafolat bor. Qolaversa 1 yil servis xizmati ham mutlaqo tekin. Bilasizlar, yolg'on reklama qilmayman. O'zim ishonganim uchun kelib reklama qilyapman, chunki Andijon shahridagi eng katta obyektlarga ham ayni shu dilerlik yigitlari kameralar, domofon, turniketlar o'rnatishgan. O'zim borib ko'rib, ishonch hosil qilib, ana undan keyin sizlarga tavsiya qilyapman. Manzil esa Andijon shahri Yangi bozor hududi, mo'ljal Xolis savdo markazidan kelganda fuqarolik sudi binosi yonida. Barchani kutamiz.